Bugun bitta bemor keldi, 4,5 yil oldin lecheniya qilgan ekanmiz. 4,5 yil bemor yaxshi yurgan, bitta oddiy shu lecheniyamiz bilan. Hojisimon payida uzilishi sizga aqa-baqa tashaydimi, tashamaydimi, baribir operatsiya ko'rsatma. Tashashini kutaman deydigan bo'lsangiz, birul asorati bilan ham shug'ullanishga, bir umrga dard orttirib olishga tayyor turavering. 1 yil ketar, 3 yil ketar, lekin o'sha vaqt davomida baribir siz yashaysiz, harakat bo'ladi. Tizza ichkarida millimetr darajada luft berib boraveradi, suyagingiz yemirilishiga, menisklar jarohatiga olib keladi. Birinchi darajali yirtilish bor, lekin tizzada bunday narsa. Har doim ham og'riq sababi menisk yirtilishi bo'lavermaydi. Eng to'g'ri yo'l shu bo'ladi. MRT diskingizni olib klinikamizga kelsangiz, ko'rib maslahatni beramiz, to'g'ri yo'nalish tanlab beramiz siz uchun. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bemorlarimizdan kelgan 6 ta savolga javob beramiz. Bu savollar juda ko'p uchrab turadi. Birinchisi, doktor, onamning oyog'i qalchib ketgan edi, tabibga borib chiqib ketdi deb soldirganmiz. Shundan buyon tizzani yuqorisida shish bor, og'riq bor, 2 oydan buyon yaxshi bo'lmayapti. Ukol qilib sariqroq suv olganmiz, gematoma bo'libdi degan, operatsiya qilish kerak degan, lekin biz qildirmadik. Yurmasdan faqat yotibdi, lekin o'zgarish yo'q. MRTda pardasi yirtilgan degan. Iltimos, doktor maslahat bering. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Ayollarimizda bu misol yerga qaltiroq o'tirib turganda yoki yo'ldan kesib o'tib turganda, mashina kelib qolsa tezroq shoshilibroq yurib yorganda yoki biron joydan yengil sakrab o'tishganda oyoqda qars etgan ovoz chiqadi, undan keyin oyoqda kuchli og'riq paydo bo'ladi. Bunda tizza bo'g'ini medial menisk payini o'sha orqal disk qismi ko'pincha uzilgan holatda chiqadi. Endi, конечно, bitta MRT ni ko'rish kerak eng avvalo, bemorning oyoq o'qini ham ko'rish kerak. Shunga qarab turib, bemorning yoshi, tana vazni ham ahamiyati katta. Bittagina buni dorini qilish kerak yoki buni operatsiyani qilish kerak degan xulosa yo'q, lekin ko'pincha aytganimdek 10 tadan 7 ta 8 ta odamda shu holat, shu shikoyat bilan kelganda medial meniskning orqal disk qismi uzilgan chiqadi, oyoq o'qida varusning deformatsiya, ya'ni tashqariga qiyshayish keladi va bunday holatda ko'pincha operatsiya taklif qilamiz. Lekin, конечно, operatsiyasiz bitadigan holatlar ham bor, ya'ni konservativ dori-darmon, tizzaga ukollar bilan davolanib ketadigan holatlar ham uchrab turadi, yo'q emas. Shuning uchun bu holatni eng avvalo yaxshilab tekshirib, bemorning o'zini oyoqlarini tekshirib ko'rish kerak. O'shandagina to'liq maslahat va xulosa bera olamiz. Ikkinchi savolimiz bemorlarimizdan kelgan. Salom aka, 1 oy oldin futbol o'ynab oyog'imni burib oldim. Shunda shish bo'ldi, ukol ham oldim, lekin hali ham tizzam bukilganda g'irchillab og'riydi, pay uzilishi bo'lishi mumkin. Albatta, tizza futbol o'yini paytida qaltis harakatlar juda ko'p bo'ladi, chunki futbol qizg'in o'yin. Siz o'zingiz ham qizishib ketgan bo'lasiz. Undan tashqari saperniklar ham misol uchun qaltis harakatlar qilib yuborishi mumkin to'pga talashganda. O'shanda tizza yonga udar hisobiga yoki noto'g'ri qadam tashlaganingizda yonga ichkariga qayrilib ketib qolishi mumkin yoki qaltis burilib yuborganingizda oyoq spiralsimon burilib ketib qolishi mumkin. Shu holatda oldingi hojisimon bog'lan va menisk paylarimizga anchagina katta nagruska keladi va ular albatta uzilishi, jarohatlanishi mumkin. Jarohatlanishlar har xil turda bo'ladi. Misol uchun medial menisklarda, lateral menisklarda birinchi va ikkinchi darajali jarohatlarni konservativ davolash mumkin. Ya'niki ma'lum bir dori-darmonlar, og'riq qoldiruvchi yallanishga qarshilar, bundan tashqari ma'lum bir fizik nagruskalardan, sport mashg'ulotlaridan cheklash orqali oldingi hojisimon bog'lamni ham 25% gacha uzilishi, ya'ni qisman uzilishini mayli qoldirsa bo'ladi, lekin 50% ga uzilgan bo'lsa ham o'sha operatsiya ko'rsatma hisoblanadi. Shuning uchun bu holatda paylarda jarohat bo'lishi mumkin. Siz albatta birinchi o'rinda MRT qilib tekshirib, to'liq xulosaga ega bo'lib olish kerak. Ana undan keyin davolaymizmi yoki operatsiya qilish kerakmi, o'sha xulosaga kelamiz. Uchinchi savolimiz bemorlarimizdan kelgan. Doktor salom, o'ng oyog'imda 2 haftadan beri shish bor, issiq bosganda og'riq kamayadi, lekin yana qaytadi. Ultratovush qildirganimda pay cho'zilgan dedi. Bunga faqat fizioterapiya yetadimi yoki operatsiya kerakmi? Eng avvalo UZI, ya'ni ultrazvuk bu hech qanday effektga ega emas tekshiruv hisoblanadi. Agar biz bir 50-60 yil orqaga qaytganimizda baylaydi. To'g'risi gap. Hozir shuncha MRT apparatlar bor. Eng avvalo yaxshi MRT apparatga 1,5 teslali 5 ta proyeksiyani oladigan MRT apparatga borib tizzingizni MRT qilib ko'rib olish kerak. Bundan tashqari issiqlik bor deyapsiz, rema faktorlaringizni ham bitta ko'rib qo'yish kerak. Ana undan keyin siz bilan gaplashsak bo'ladi. Pay cho'zilgan bo'lsa, fizioterapiya va yallanishga qarshi dori vositalar, mesni o'sha mas, kompress, suda yetadi. Lekin agar pay jarohati kuchliroq bo'lsa, chunki bekordan bekorga shish paydo bo'lmaydi. Oldin yaxshilab tekshirib olish kerak. Pay jarohatlari chuqur bo'lsa, suyakda qanaqadir yemirilish holatlari yuzaga kelgan bo'lsa yoki sizda o'zingiz bilmaydigan qanaqadir revmatik kasalliklaringiz bor bo'lsa, o'shalar xuruj bergan payti bo'lsa, ularni albatta yaxshilab davolash kerak. Shuning uchun maslahatim, keling, iloji bo'lsa o'zingiz tomonda yaxshilab MRT qildiring, bo'lmasam kelsangiz bizda MRT bor, tekshirib ko'rib maslahatni beramiz. Shu o'rinda misol uchun bitta
holatni keltirib o'taman. Bemorlarimizda bir necha marta men shu holatni kuzatganman. Yengil shish, og'riq bo'ladi. MRT qilganimizda hech qanday paylarda jarohat yo'q. Yengil o'sha tizada suv to'planishi, shu shamollash bor. Yengil o'sha Artaksan, Nemisil parashoklar, oshqozonga nolpaza, bo'g'imni ichiga bitta betaspan depo bo'ldi. Местный demixli kompresslarimiz giporenemiya emas, и всё. Hammasi zo'r, kasal, yaxshi, muammodan qutuldi. Misol bugun bitta bemor keldi, 4,5 yil oldin lecheniya qilgan ekanmiz. 4,5 yil bemor yaxshi yurgan, bitta oddiy shu lecheniyamiz bilan. Endi bor shunaqangi holatlarki, shish, og'riq, MRT qilsak, razriv, medial meniskda yirtilish 3-darajali va suyakda yemirib turgan holatda. Suyakda yemirgan sari, nitrnagan sari suv chiqadi, sinovit va shuni hisobiga shish bo'ladi. Operatsiya qilgan vaziyatlarimiz ham bo'lgan. Shuning uchun ham eng avvalo to'g'ri tashxis, to'g'ri yondashuv eng kerakli narsa. 4-savol. Assalomu alaykum. Menga menisk yirtilgan deyishdi, lekin oyog'imni oxirigacha bukib ocha olmayman. Yurganimda ozgina qars etib ketadi. Bunga jarrohlik qilinmasa, keyinroq yomonlashadimi? Albatta. Chunki sizda qarsillash bor, oxirigacha bukib ocha olmayapsiz, og'riq bor. Bu katta ehtimol, hali men siz MRT'ni ko'rmadim diskini, lekin katta ehtimol bilan bir 80-90% beraman, sizda operatsiya ko'rsatma bor. Yana MRT'ni va o'zingizni holatingizni ko'rganimizdan keyin gaplashamiz. 5-savolimiz. Assalomu alaykum. Aka, menda pay uzilish dedi, Hojisimon payni bittasini, lekin oyog'im u yoq bu yoqqa tashagani yo'q. Va boshqa doktorimga kirdim. U menisk dedi. Shunga o'ylanib qoldim. Bu travmaga 75 kun bo'ldi, lekin oyog'im oxirigacha bukilmaydi. Ozgina og'riq bor. Oho. Hojisimon payda uzilishi sizga aqa-baqa tashaydimi, tashamaydimi, baribir operatsiya ko'rsatma. Tashashini kutaman deydigan bo'lsangiz, bir o'la asorati bilan ham shug'ullanishga, bir umrga dard orttirib olishga tayyor turavering. Chunki nestabilnost kelib chiqqani cho'r, o'sha собственный связка надколенника, ya'ni sondan o'sha tizan qopqog'iga keladigan paylar, undan tizan qopqog'idan boldirga o'tadigan paylar, yon paylarimiz hammasi bo'shashishi kerak. Ya'ni misol uchun sizda bir marta kresтобратный связкада travma bo'ldi, uzildi. O'sha bitta qaltis harakatingizda tizza chiqib keldi, doq-doq. Siz undan keyin o'sha tizzaga ishonchingiz kamayib boradi. Любой joyda o'sha travma olgan tizzingiz emas, ikkinchi tizzingizni qo'yishni boshlaysiz va soответственно o'sha harakat nagruzka bermaganingizdan keyin o'sha tizzingizni mushaklari ozib boradi, o'sha oyog'ingiz ozib boradi va o'shanda nestabilnost kelib chiqadi. Bunga 1 yil ketar, 3 yil ketar, lekin o'sha vaqt davomida baribir siz yashaysiz, harakat bo'ladi. Tizza ichkarida millimetr darajada luft berib boraveradi, suyagingiz yemirilishiga, menisklar jarohatiga olib keladi. Oxir oqibat siz 3 yildan keyin nimaga erishyapsiz? Полный son va boldir mushaklaringizni, боковой связкалар, собственный связка надколенникаларning atrofiyasi, suyaklarda artroz, menisklar jarohati va qo'shimchasiga o'sha travmangiz, oldingi Hojisimon bog'landi, uzilganligi. Lekin siz hozir o'sha oyog'ingiz hali chiqib, hali o'ynamasdan oldin PKS ni tiklab qo'ydingiz, sizda yutuq juda katta bo'ladi. PKS o'zini tikladingiz, всё. Menisklaringiz sog'lom qoldi, suyaklingiz yemirilmagan qoldi, mushaklaringiz atrofiyaga uchramadi. Siz juda ham tez tiklanib ketasiz va asoratlarga duch kelmaysiz. Shuning uchun ham PKS uzildimi, kutishni keragi yo'q tizza o'ynaq bo'lib qolishini. Sirazi operatsiya haqida o'ylash kerak. Meni taklifim har doim shu. PKS uzilgan, ya'ni oldingi Hojisimon bog'lami uzilgan, operatsiya 100%. 6-savol. Assalomu alaykum. Sportchi bo'lganman. Kurash, travmatologiya institutiga bordim. Toshkent shahardagi operatsiyasiz tuzalmas ekan deyapti. Tashxis menisk yirtilishi, rozi bo'laymi, ikkilanib qoldim. Agar menisk yirtilishi 3-daraja bo'lsa, sizga og'riq yuzaga keltira turgan bo'lsa, harakatda cheklanish yuzaga keltira turgan bo'lsa, ha, albatta. Lekin menisk yirtilishi 1-daraja, 2-daraja. Hozirgina bitta bemorni ko'ryapman. 26 yoshli bemor, aktiv sport bilan shug'ullanadi, bodybuilder. Meniskida 1-darajali yirtilish bor, lekin tizzada bunday narsa. Har doim ham og'riq sababi menisk yirtilishi bo'lavermaydi. Sportsmenlarda ayniqsa. Misol uchun o'sha bemorda qaysi kun o'ta prem intensivniy katta kuch bilan shug'ullanganda tizzani o'sha ko'zini payi bo'ladi. Sondan tizza qopqog'iga birikib ketadigan, soni 4 boshli muskulni payi, ya'ni сухожилие четырехглавой мышцы бедра. Mana shu payda tendinit bo'lib qolgan. Jicha nagruzka kelib, o'sha pay yallig'lanib, torshib, rastejeniya bo'lib, yallig'lanib qolgan. Shuni hisobidan og'riq yuzaga kelyapti. Shuning uchun ham eng avvalo agar menisk yirtilib turgan bo'lsa, endi siz yozmabsiz lateral yoki medial, xullas menisk proyeksiyasida og'riq bo'lib, o'sha nagruzka paytida og'riq berib turgan bo'lsa va o'sha 3-darajali bo'lsa, ha, operatsiya qilish kerak. Lekin siz og'rig'ingiz menisk proyeksiyasida emas va razrifingiz ham 1-2
unda muammoni sababini boshqa joydan izlab ko'ring, maslahatim. Eng avvalo MRTni tashlang, onlayn konsultatsiya qilib beramiz, maslahatni beramiz yokida klinikamizga keling. Eng to'g'ri yo'l shu bo'ladi. MRT diskingizni olib klinikamizga kelsangiz, ko'rib maslahatni beramiz, to'g'ri yo'nalish tanlab beramiz siz uchun. Guruch kurmaysiz bo'lmaydi deganda, biza oramizda ham travmatolog ortopedlar orasida ham MRTni yaxshi o'qiy olmaydigan vrachlarimiz ham bor. Afsuski, eng ko'p bizda muammolardan biri oldingi xochsimon bog'lam jarohatini o'qiy olmaslik, ko'ra olmaslik. Har doim MRT diskini ko'rish kerak. Real case, misol kecha menda bitta bemor kelyapti, 30 yoshar yigit kishi. 1 yilcha oldin travma olgan, tizzasi ichkariga qayrilib ketgan, Toshkentda zo'r klinikaga, nufuzli klinikaga uchrayapti, MRT qildiryapti-da. Ertaga tashxis oldingi xochsimon bog'lam jarohati yo'q, lateral meniskda yirtilish bor, o'shanga lecheniya, причем lecheniya 3-darajali yirtiqqa. To'g'ri, bitta plyus tomoni bemorda nestabilность bezda qilmayapti, ya'ni tizza yongacha chiqib ketgan yo'q. No, anamnezida bemor tarixda 1 yil oldin chiqqan, undan keyin yana повторный chiqqan. Bemorda ozgina og'riq, sal uvish bor xolos. Ya'ni prям realniy katta problemasi yo'q. Bemorda xursand bo'ladigan tomoni shu. Lekin bemorda kelajakda yomon og'ir nimalar kutyapti, sabab PKS rostdan uzilgan 100%, lateralniy meniskda prodolniy razriv bor, vertikalniy yirtilish bor. Orqa shoxida bu travmatolog ortopedlar meni ko'rib turgan bo'lsalar, juda ham yaxshi bilishadi. Oldingi xochsimon bog'lam uzilganda, o'sha tizza bitta chiqib kelganda lateral meniskni sidirib yuboradi-da. Katta boldir va son so'ylarida ushib, ya'ni zahayish, ezilish, lateral meniskda yirtilish paydo bo'ladi. Bemor klassический oldingi xochsimon bog'lam uzilishi. Endi men bemorga operatsiya kerakligini tushuntirib olgunimcha ancha vaqtim ketdi, chunki u bemorni gipnozda bo'lingan Toshkentda, senga hech qanaqa operatsiya kerak emas, bunaqa. Endi tasavvur qilinglar, o'sha bemor 30 yoshda, 35 yoshgacha yashadi, ungacha nestabilность hisobiga lateral menisk, medial menisk hammasi yirtilib ketdi, bo'g'imlarda artroz yuzaga keldi. O'shanda o'sha vrach nima deb javob bera oladi, shuncha asorat orttirib olganiga. Lutcha kasallikni oldini olaylik. O'sha men lejba operatsiya qilib olish emas, lekin rostdan ham o'sha 30 yoshar balada operatsiya ko'rsatma bor-ku. Operatsiya qilinsa hozirgi momentda o'sha bala kelajakdagi artrozlardan saqlanib qolgan bo'lamiz. Shuning uchun eng avvalo MRTni to'g'ri o'qiy bila oladigan travmatolog ortopedga murojaat qilish kerak. Diskini ko'rib, daskanalni ko'rib, tashxis qo'yadigan, to'g'ri yo'nalish tanlaydigan vrachga uchragan ma'qul. Bor holat rostdan lecheniya bilan bitadigan, bor holat operatsiya qilish kerak bo'ladigan, uzoqda o'ylab bo'lsa ham. Shuning uchun to'g'ri yo'nalish tanlaylar. Agar sizda ham shunga o'xshash sizni qiynayotgan, javobini topa olmayotgan savollaringiz bo'lsa, marhamat izohlarda yozib qoldiring, biz sizlarga javob beramiz.